Dostlar, irtega Borisning tug'an kuni. Men narsalardan so'ng ona sürpriz yasarga taqdim etdim. Birida jilabız da, ona bo'laklarni beramiz. Biz bo'laklar ovurga söylüşdükmi? Yo'q, biz bo'laklarni o'z klubimiz bilan hazırlaymiz. Boris desa yaratadi. Oşarga. Dürüst. Eng yaratgan oşamlığın endi? Tort, şokolad, dondurma. Hit. Barisi da dürüst. Şuna ko'ra ertaga borisini da olib kelirga kerak. Alsu, sen narsa pishirasan? Biz Marsha bilan tort pishiramiz. Shulaymi Marsha? Ayye, aydatigi bananli tortni pishirik. Oo, aydat fikr. Tortga narsalar kerak hali? Yumurta, un, shakar, shokolad, sut ham narsalarni unutam kubik. Banan? Ayye, banan. Bananli tort banansiz bo'lmaydi. Ozod, sen tug'dirma olib kela olasizmi? Ayda, olib kelam. Ko'pmi kerak? 1-5-6 kilogram yetar menimcha. Ana tog'in so'q, shay ham shakar kerak. Yurur, o'g'riman. Biz nindi sovuqlarni oshiymiz? Dürüst, sovut soba. Shaylik bilan qo'shqlar da kerak. Katya, o'zing sirag'ash, o'zing olib kelasan endi. Yarar, men og'ir tugil. Aynur, sen ishlaysan? Tort bilan to'ndirma osharman. Shayshar. Yo'q, aydala sen Ozod bilan bor. Og'ir bo'lsa, yordam etirsan. Yarar. Sen o'zing ishlaysan, Artur. Men eng og'ir ish ishlayapman. Bu ishdan og'irroq ish yo'q. Tort pishiruv, oshomliqlar oluv, sovut soba tashuv, bular bir nega tugul. Aytingda ishlaysan. Men Borisni tushga oshga jibermasga tegish.